Obidamu onunğa mas kulimsirab qo'ydi. Ali mulozim yigitga 2 botulka chatning oliy harqidan akirishni buyurdi. Ayol qolmay mulozim yigit 2 botulka qip-qizil qon kabi haraqni ko'tarib kirdi. Efendi, marhamat. Bo'ldi. Hammanglar chiqib ketinglar. Bugun men Obida xon qiz bilan obdan bir ichichay. Obida Aliga qarab so'z kulimsirab qo'ydi. Boshqalar Alining buyrug'i bilan chiqib ketishdi. Ali 2 romkaga qip-qizil qondak haraqni quydi. Bu haraq Malina harqi deb ataladi. Chat aliklarning deyishicha bu vino ko'ngil harqi deb ataladigan bo'lib, buni ishkanlar tat alamdan xalos bo'lib, birdamlik baxtga cho'miladi. Qani, tonishqanligimiz uchun bir romka. Ali romkini Obidaga tanladi. Obidamu onunğa mas romka so'qishtirib qo'lidagi haraqni ichivatdi. Darvaqa, bu haraqning ta'mi xeli esil bo'lib, meva ta'mi bor edi. Ali 2 romkini quydi. Obida, siz mening bu turqimga qarab, balki meni bak eski odam deb o'ylab qolgansiz. Biroq mening dardim bakli ko'p. Buni o'z dardlarimga davo bo'lish uchun ichyapman. Ali chiroyini purishtirib, bir pas jimjit o'ltirib ketdi. Obidamu uning turqiga qarab, eg'iz echishdan ayminib, jimjit qarab turdi. Ali bir pas jimjitlikdan keyin romkasiga qon kabi haraqdan yana bir romka quydi va eg'ir birini tinib Obidaga qaradi. Obida, mening hozir hamma narsam bor. Biroq men uncha baxtli emas. Mening oilam va bolalarim yo'q. O'zimning kim uchun buncha jon tikadiganligimni bilmayman. Biroq ichimda bir o't bor. Bu o't meni boshqalardan ustun turishga undaydi. Ali pushaymon qilgandek boshlarini sangiltib, yanchuqidan tamaki qepini chiqardi. Ondan ichidan bir tal tamaki elib o't tutashtirdi. Hasrat bilan chekishga boshladi. Obida uning qalbidimi kishiga etqilib bo'lmaydigan yo'shurun azobi borligini sezib turardi. Obida, siz bir baxtli oilada tug'ildingiz. Aksicha mening birdan bir farzandim kichik chig'ida o'lib ketdi. Balkim bu qilganlarimning hammasi uning uchun. Ishqilib bu xil azobli hissiyotni sizdek yoshdagi qizlar tex tushunmaysizlar. Undaqda menga o'tmishdagi azobli hikoyangizni so'zlab berishni xohlamsiz? Ali Obidaga mundaqli qarab qo'yib, qo'lidagi tugay deb qolgan tamaki qoldiqini kuldanga bosdi va oldidagi romkaga vindodan azroq quyib, romkani qo'liga elib, qon kabi haraqni necha chayqab birli ko'taribdi. Ondan ardoqqa chiqqanda kirosliga yo'linib, ko'zlarini to'g'risiga tikdi. Buni sizga so'zlab bersam bo'lmaydi. Bu ishlar men bilan sir bitib qolsin. Biroq o'g'limning o'limi menga bakli eg'ir keldi. Balkim uni texli hozirgacha hayot deb bilib, shuncha tirishadigandiman. Men opam ishkanlarning munosabatini bilaman. Siz degan bolani tashlab ayol Zumrat xonim dal shug'u deyman. Asli Zumrat sizga bu ishlarni aytib ekanda. Men sizlarning yosh vaqtinglardagi ishlarga uncha qiziqib ketmayman. Biroq siz o'tmish ichida yashab boshqalarga azor bersangiz bo'lmaydi. Siz o'g'lingizni hayot deb o'ylamsiz? Men uni g'o'ljidagi birisining beqib olganligini, keyin uning yeshiga to'shmayli o'lib ketganligini olgan. Biroq bu o'sak gaplarga men ishonmayman. Hech kim uning kim tarafidan beqilib olinganligi ham qandoq o'lganligi to'g'riliq aniq bir narsa deb berilmadi. Men o'zim g'o'ljiga berib, ayni chog'da Zumrat havola qilib, bolani bir taraf qildirgan odamni tepib, undan surishtirdi. Bu odam keyin qatnash hodisiga uchrab, mengsiz silkinishdan bir ishlarni as tutolmaydigan, o'zgarishchan xarakterlik xotirasini yo'qotish kasaliga kiriblar bo'lib, kichik vaqtdagi ishlarni faqatla aslayolmaydi ekan. Men uni tepib so'ragan, u aniq bir narsa deb berdi. Shunga o'g'limning o'lganiga faqatla ishonma. Biroq uni qayerdan tepish rostli bir qiyin masala. Bu to'g'riliq ozroq bir jip uchumi yo'q. Amsi ayni chog'da bolangizni tashlab o'tgan u odamdan bolani g'o'ljining qaysi yesiga olib tashlab o'tganligini surishtirib baxmadingizmi?
Obida bundaq so'rash orqali opisi Zumratning ayni chaqda tashlayotgan bolasining kim ekanligini bilib boqmoqchi bo'ldi. Bu odamning esida hech qanday ish yo'q ekan. Zumrat ayni chaqda bu ishni aytganda, men bolani izlashga G'uljiga odam avatgan. U o'zimi bolaning izlarini qilib, G'uljiga bir qitim berib ekan. Biroq bolani tashlayotgan odamni topolmag'achqa, bolaning izlarini qilolmagan. Keyin yezimi yeza bekib ilingan bolani izlagan bo'lsa-mu, bola bekib ilish vaqti, yeshi o'xshamaslik sababidan bolamning izlariga chiqmadi. Biroq Celil yezsida bir qizning ota-onasi tugab ketib, bir kecha g'oyib bo'lganlik xabarini olgan. Biroq u qizning nega ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Men uning bolani bekib ilish ehtimoli yo'q deb qarab, izlarini qilmadim. Biroq bolamning yutib ketgan vaqti u qizning g'oyib bo'lgan vaqti bilan o'xshashgan. Keyin surishtirib, uning Ra'no ismli oliy maktab o'quvchisi ekanligini bildim. Men u Ra'noni izlab zodila topolmay, bu ishni tekshirishdan qo'l uzgan. Keyin tuyuqsiz Ra'noning izlariga chiqib qoldi. Boshda men uning ayni chog'da G'uljidan yo'qolib ketgan Ra'no ekanligini his qilmoqdim. U dal siz bilan to'y qilmoqchi bo'lgan Dilmuratning opisi shu. Nima dedingiz? Obida bu ishlarning Dilmurat va Dilmuratning opisiga berib taqishadiganligini xiyolga keltirmagachga hayronlikdan ko'zlari chekchaydi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Men Zumratdan Ra'noning ishini anglab, keyin Ostirdan uning kimligini tekshirdim. Darvaqa u men izlagan Ra'no bo'lib, uning hozirgi o'g'li dal ayni chog'da mening yo'qolib ketgan o'g'lim shu. Ya'ni Dilmurat shu. Dilmurat u mening ona bir, dada boshqa akamma. Shundoq. Biroq bu ishlarni men bak kechikib bilibdim. Bo'lmasa o'g'limni o'lib ketmaydi. Nimishqa bundaq deysiz? Acaba uning o'limi siz bilan munosabatlikmi? Undaq emas. Biroq bu ishlarga opingiz ikkimiz sababchi. Biz o'z o'g'limizni yana bir ketim o'lim yo'liga ishtirdik. Bu nima deganingiz? Opam Dilmuratning o'z o'g'li ekanligini bilamdi. Yo'q. U bu ishni tehi bilmaydi. Rostini aytsam, bu ishni uningga aytdim. U bu ishni bilsa, cho'qim qattiq azoblanadi. Eng yaxshisi sizmi bu ishni uningga aytma. Aytma. Bu ishlarni Dilmuratning o'limidan keyin bildingiz, shundaqmi? Obida uning nima uchun bugun bu ishlarning o'ziga so'zlab berganligining sababini tushunmasimi, Dilmuratdan iborat qalbini tunji muhabbat suyida sug'urgan, ta hozirgacha unuta olmagan odamining dal o'zi aks ekanligini idisidan o'tkazolmayotgandek qaldisi qop-quruq chimib qolgan edi. U Dilmuratning Odila bilan bo'lgan munosabatini va boshqa ishlarni bir-biridan xiyoldan o'tkazishga boshladi. Uning ko'zidan to'kilayotgan hasratlik yoshlarmi o'tgan ashu kunlarning maqsadlik yurgizilgan plan va o'zining aldangan xotirlariga chekit qo'yib mengayotgandek tamchi bo'lib aynak ustiga tizilmoqda. Ali bo'lsa qo'yilgan romkalarni ichib bir bodlikini birdamda quruqdab ko'z oldi piqrashga boshladi. Obida bir pasdan keyin esini yig'ib Aliga qaradi. Ali bo'lsa aroqning kayfida karusloga yo'linib uxlab qolgan edi. Dilmuratning tuyuqsiz o'limidan Obidaning gumoni bo'lg'achqa, Alining bu ishga qo'li borligini qiyos qilib, bugun uning mastligidan foydalanib, barliq ishlarning tegi-taktiga yetmoqchi bo'ldi. Obida Alini puti bilan noqidi. Men tekimasam. Men yana ishchiman. Qani. Buni bugungi kechilik suhbatimiz uchun ko'taraylik. Xo'sh. Obida bexudlik qilishdan saqlanish uchun aroqni chandurmay yerga to'kivatdi. Ali aka, siz yaxshimi? Siz mening opamiz bilan bo'lgan munosabatimni bildingiz. Ham shundaqla oramizda bir farzandimiz borligini bildingiz. Hisobda bizmi yaqin hisoblanamiz. Biroq men Zumratga o'sh. U sizga o'xshamaydi. Siz ham oq ko'ngil, ham qobiliyatli. Biroq Zumrat u o'xshamaydi.
o'xshamaydi. Siz nemishqa opamga o'sh? Ajiba Dilmuratning o'limini opamdan ko'rdigan o'xshamamsiz. Ali beshini ko'tarib Obidaga tikildi. Uning ko'zlarida azobli bir yosh agitdi. Shunda o'g'limni o'ldirgan qotil. Men uningga o'sh! Obida uning bu alpozdan sal cho'chib jimib qoldi. Bir pal sukutdan keyin Ali jimjit yana aroq ichishga boshladi. Ali aka, siz nemishqa opamni Dilmuratni o'ldirgan qotil deysiz? Tuyuqsiz ular turgan Ayrimxonning eshigi chekildi. Kirim. Eshik ichilib bir yigit kirib keldi-da, Alining qo'liqiga bir nimalarni pichirladi. Alining chiroyi birdilla o'zgarib, xudo haroq ichmagandek sagaklashdi-da, o'rindan turib boyqi yigit bilan chiqib ketdi. Obida Dilmuratning ish to'g'rilab endi bir javobga erishay deganda, tuyuqsiz Alining chiqib ketishi uning kalasidagi savollarning javobini uzib qo'ydi. Obida Dilmuratning Odila bilan bo'lgan munosabatini bilgandan boshlab, uning o'ziga maqsadga yaqinlashganligini sezgan. Biroq o'tirliqda bundaq bir hikoyaning paydo bo'lib, o'zi suygan odamining o'z aksi bo'lib qilishi uning uxlab tushigimi kirmagan ochiq bir reallik edi. Ali bu ishlarni Dilmuratning o'limidan keyin tekshirgan. Shunga u opamdan ham dadamdan o'ch elish uchun yangi hayot bilan qarshilashyotdi. Apam Dilmurat ikkimizning ishiga burilib qarshi edi. Balkim u bizning to'y ishimizni to'sish uchun Dilmuratni bu ishlar nemishqa bundaq bo'ladi? To'g'ri. Apamning maxfiy sanduqida cho'qim Dilmuratning o'limiga oid materiallar bor. Men cho'qim uni qo'lga tushirishim kerak. Maxfiy shkafning nomeri cho'qim Dilmuratning tug'ilgan vaqti bo'lishi mumkin. Bu sanni uningdan boshqa hech kim bilmaydi. Obida shu xiyollar bilan turg'unida Ayrimxonning sirtida bir necha kishining oyoq tivishi anglandi. Obida chiroydagi jiddiylikni yo'qotib, hech ish bo'lmagandek kirusluga kelib o'ldirib oldi. Angacha eshik ochildi. Ikki yigit beshini tutib vayjallab turgan Dilyarni yo'lashtirib akirdi. Dilyar, siz qandaroq? Obida ularga ochiq nazarda qaradi. Ular gap qilmay chiqib ketishdi. Obida Dilyarni kirusluga yo'lab, uning bo'yin qismiga saqib tushgan qonni qog'oz bilan surtdi. Qandaroq tursiz? Bir yeringiz og'riyotdi. Obida, siz qandaroq? Men yaxshi. Bo'ldi. Birdam orom elib eling. Men odam chaqirtib, yarangizni tangdiray. Bo'ldi. Sirtqa chiqmang. Sizni kim yaralandirdi? Boyi nemish bo'lganligini deb beramsiz. Obidaning ko'zlarida yosh agidi. Dilyar ojiz qo'llari bilan uning mangziga tushgan yoshni surtdi. Yig'lamang. Yaram bek eg'ir emas. Shu ozroq beshim og'riyotdi. Bo'ldi, gap qilmang. Birdam yetib eling. Obida Dilyarni yo'lab, yandagi uyga akirib yumshoq karvatga yotqizdi. Dilyar karvatda yotgandan keyin ko'zini yumib jimib qoldi. Obida uning ustiga yotgan yepib o'rindan turdi. Dilyarning yarısini tag'masam bo'lmaydi. Meningcha Ali menga ham uning ziyonkashlik qilmaydi. Obida shu xiyol bilan Ayrimxonga chiqdi-da, asta eshigini kelib, eshik sirtidagi tevishni tingladi. Biroq sirt bahli jimjit edi. Obida asta eshikni yechib, tashqariga chiqdi. Muzdek sovuq uning bilaklarini qurtib, tallarini jug'uldi-vatdi. Obida asta qadam bilan ravoq yiniga kelib, atrofni kuzatdi. Biroq qorong'ulik qutulgan bu oromgohda Go'ristondagi jimjitlik hukm suratdi. Obida asta ravoqdan tushib, sol tarafdagi chiroq yinib turgan uyga yaqinlashdi. U uyning bo'sig'isiga kelib, eshik chekay deb turishiga, uydan qochquchining chekilgan ovoz chiqib, eshikka uzatgan qo'li pastga tushib ketdi. U jimjit ichidagi ovozni tingladi. Ichidan bir qizning yig'i ovoziga qo'shilib, bir erning vaqirgan ovozi g'uva anglanadi. Buzuq basgina. O'zingni kichik ham pokiz jag'lab qoldingmi? Seni shunga vaqt desam nimada kepim kirmaysan. Xap xeyri buzuq. Aslida Ali ismli bu odam kichik qizlarni aldab bu yerda
Obidaning mushlari tugildi. U boyqi qizni qutuldirmoqchi bo'lib, ikki qo'l uzatdi. Xonqiz, bu yerda nima ish qilyapsiz? Siz singlim degan qiz bu yerda boshqalar tarafidan dafsanda bo'lyotidi. Ajiba buning bilan qaringiz yo'qmi? Kechiring, bu ishlarga siz aralashmang. Siz degan bu yerning aziz mehmoni. Ali apandi sizga obdan mulozimat qilishimizni aytgan. Nima? A'lo mulozimat? Mening do'stim sizlarning qo'linglarda yorilinib, og'riq azobi tatib yotidi. Ajiba bu a'lo mulozimatmi? Xonqiz, do'stingizcha o'zi boshqalarning ishiga aralashgan. Shunga odamlarimiz uni uqishmay yorlantirib qo'ydi. Bu qilala. Yaxshi-ku. Ishni joyida bir taraf qildikansizlar. Ali apandi qani? Mening uningga deydigan gapim bor. Ali apandi qaytib ketdi. U menga siz ham do'stingizga yaxshi qarashni topilgan. Nima? U ketdimi? U cho'qim muhim bir ish bilan ketgan gap. Bo'lmasa holatda bu kechida bu yerdan ayrilishi mumkin emas. Xonqiz, ig'ir ko'may yotqiningizga kirib ketsangiz. Do'stimning yarısini tengib qo'yinglar. U bundaq yetivasi chatoq chiqadi. Ma'qul, siz kirgach turing. Men orqangizdan adam kirgizay. Obida gapmi qilmay yigitdan yondishib o'tib ketdi. U yigitmi boyqi uyiga qarab bir hozir turayotgandan keyin kayniga burilib ketib qoldi. Obidaning Dilyorning orqa tarafiga o'tib uning yonida o'ltirdi. Dilyor jimjit yotgan bo'lib, Obida uning qonda choplashib ketgan sochlarini siladi. Dilyor, meni kechiring. Mening sababimdan yaralandingiz. 10 minutlardan keyin Ayrimxonning eshigi ochilib, ikki yigit kirib keldi. Ularning qo'lida Dora va Dagi bor edi. Obida ularni boshlab Dilyorning yoniga akirdi. Ular Dilyorning bosh qismining kayni tarafini dezinfeksiya qilib, qonni tozalab, dori surtib tengib qo'yib chiqib ketishdi. Meni deb uxlayolmadingizmi? Yo'qay. Bundaq chaqda uyqum kelsinmi? Hozir qandaroq tursiz? Xeyli yaxshi. Qarang, sochlaringiz chuvilib ketibdi. Yana ko'z jiyaklaringizmi ishib ketibdi. Yinimda birdam yetavling. Tong'asizlar bu yerdan ketaylik. Obida beshini ling'ishtib, asta Dilyorning yeniga chiqdi-da, uning mursiga beshini qo'yib ko'zini yumdi. Dilyormo Obidani yeni quchoqlab, ko'zini yumdi. Obida ko'zini yumgan bo'lsa-mo, Dalmuratning ishini o'ylab, kallasi qalaymiqan xiyollar chirmab olgan edi. Javlon qahar etgan Mario kichlik klubiga keldi. Klubning o'ng so'l tarafidagi qator to'xtatilgan mashinalar, kirib chiqayotgan yosh qiz yigitlar, klub eshigi o'rintilgan rangdor chiroqlar Javlonning ko'zlaridan bir-birlab o'tmoqda. U atrofni bir bas kuzatayotgandan keyin mashinasini so'l tarafdagi bo'sh o'ringa to'xtatib, klubga kirdi. Kirishgala quloqqa urilgan yiqimsiz muzika ham boshni qaytiradigan rangli chiroqlar Javlonni boshqacha tuyg'uga keltirdi. Ular ishkirgirek kirishiga chiroyli ikki qiz uning endi paydo bo'ldi. Yigit, hamrohingiz bormi? Agar bo'lmasa biz sizga hamroh bo'laylik. Mulozimtimizdan rozi bo'lmasangiz pul olmaymiz.